Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Biz tavsiya qilamiz loyihasi asosida men sizlarga shoir, yozuvchi, dramaturg, tarjimon, jamoat arbobi bo'lmish Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon hayoti, faoliyati va ijodi haqidagi ushbu kitobni tavsiya etaman. Bu kitobda bugungi kitobxonlarga o'sha davrlar ijtimoiy, siyosiy, adabiy ma'rifiy muhiti, unda Cho'lponning tutgan o'rni haqida keng tushuncha beradi. Cho'lpon 1897-yil Andijon shahrida hunarmand oilasida tug'ilgan. Otasi savodli, ma'rifatparvar kishi bo'lib, Cho'lponning ilmga qiziqishida katta rol o'ynagan. U dastlab eski maktabda, keyinchalik madrasada tahsil olgan. Arab, fors, turk va rus tillarini puxta o'rgangan. Yoshligidanoq sharq va g'arb adabiyotiga qiziqqan. Cho'lpon 20-asr boshlarida shakllangan jadidchilik harakatining yetuk vakillaridan biri bo'lib, millatning uyg'onishi, ozodligi va ma'naviy yuksalishini o'z hayotining bosh maqsadi deb bilgan. Cho'lpon shoir, yozuvchi, tarjimon sifatida o'zbek adabiyotida chuqur iz qoldirgan. Cho'lpon she'riyati inson erki, millat taqdiri, muhabbat, iztirob, vatan dardi kabi mavzular bilan ajralib turardi. Qorong'u kechada ko'kka ko'z tikib, eng yorug' yulduzdan seni so'raymen. Ul yulduz uyalib boshini bukib, artadir men uni tushda ko'ramen. Tushimda ko'ramen shunchalar go'zal, bizdan-da go'zaldir, oydan-da go'zal. Hurmatli kitobxonlar, ushbu kitobni Axborot resurs markazidan olib foydalanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.